Aka bunaqa emas olmaydi. Aka buzilib oladi mana yurgizdi. Sherik bilan aloqadamiz-ku. Yurdimi? Ben ketyapti, mashina kelyapti Istanbulga. Voy, shunaqa namozda shunaqa duo qilib so'radim, yurmayapti deydi, yuring deydim. Hozir biz ishga ketishimiz qiyin bo'lyapti-da, aka. Yurdi, xudo xolasa va tezroq olma kelsangiz, olib kelsangiz, aka 5 yulduzli mehmonni gap kiraman, nima bo'ladi? 6 kun yo'qdi, sabrni qarang, 6 kun mashinada yo'qdi, aka. Tezroq keling. Va yuribdi, kelyapti. Yurdimi? Gap yo'q, Gapini bo'lsa, o'sha otelni sizga olib qo'ydim men. Bosing. Bo'pti, o'zi mashinada yotaverasiz. Yo'q deydi-ya. Nozlanish kerak. Sekin shashilmay keling, o'piko. Biz ham ertaman sekin yurishni boshlaymiz. Yo'lda ko'rishamiz. Mashina ham kelyapti, akalar, duo qilinglar. Motivatsiya ish bergan ham ko'rib qo'ying. Xudo xolasa aka Turkiya Istanbulga keladi. Dalshi keyin Amerikaga. Voy, yomon xursand bo'lib ketdim bari. 6 kundan beri yotibdi aka mashinada. Men o'zim bilyapman, ko'nglimdan o'tgan. Bora olmayapman, xudoyim shunaqa yo'l ko'rsat. Gap so'z yo'q. Uka bosing. Sekin ehtiyot bo'lib, sekin keling. Mobil yurishini qarang, zaporojni ko'ryaptimi? Voy, bu meni yuragim kelyapti. Nima qarang yurishini. Yo'lni ko'rsating. Voy, jonim. İstanbul'da görüşeceğiz. 5 günde.